Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlar, qadrdonlar. Quvadagi ishimizni jarayonlardan ko'rsatib o'tamiz. Quvada yana bir xonadonimiz tunaka ishini boshlaganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xizmatimiz vodiy bo'ladi. Qadrdonlar, quvadagi ishimiz jarayonlardan ko'rsatib o'tamiz. Imkon qadar vaqtimizga qaragan holatda kelib hamma yo'lda bitganini, bitmagan jarayonni, ish jarayonlaridan ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boringlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajat ichida qilib beramiz. Faqat manaqa tarnovni almashtirish yoki boshqa yangi qo'yish. Yangi holatda bo'lsa tegmaymiz, tarnovdan bu yog'i hamma yo'q ichida bo'ladi. Agarda tarnov almashadigan bo'lsa, tarnovimiz metrga yuradi. Shilipkasi, tarnovi va manaqa chig'anag'ini qo'yib beramiz. Metri 60 ming so'mdan shilipkasi bilan. Shilipkasiz 50 ming so'mdan qo'yib beramiz. Bu joylarimiz ham polniy o'ralib o'tib ketadi, darvozagacha bo'lib ko'rib bilan. Materiallarimiz birma-bir kelyapti. Bu oq fasonimizda keyin razmerlar chiqadi. Manaqa birinchi abrishotkasini to'qib olgandan keyin bir xil razmeri, ichiga ichki qosqon, narigi tomonda kichkina. Shunaqa qilib razmerlari alohida chiqadi. Ichki tomoniniki polniy. Xudo xolasa kelib bo'lgan bu xonadonimizni katta darvozaxonasini ikkiga bo'lingan holatida qilyapti. Nimaga desangiz, bu yerda ferma bo'lgan. Ferma va stoykamiz bor. Ferma, bu tomonda ham fermamiz bor. Shuni evaziga shunaqa holatda, shunaqa ko'rinishda fasonimiz bo'lyapti. Bu xonadonimizni ham bitgan jarayonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Endi qosqonlarimiz qo'yilyapti. Joylarimizga lampochkalar qo'yiladi. Lampochkasi bilan birgalikda shnurini olib bersangiz, qo'yib berib ketamiz. Mana bu lesamiz tikilgan paytda o'sha joy-joyiga qo'yib, hamma yo'g'ini hisobini olib, shnurini qayerga desangiz tushirib ketamiz. Unimizga xizmat haqqi olmaymiz. Bu xonadonimizda ichkari tomon mana shapkalari bo'lgan, tarnovlari ham qo'yilgan. Ko'cha tomonga ham tarnov qo'yiladi. Bu aylanasiga polniy. Narigi tomonimiz ham bo'ladigan bo'ldi. Narigi tomonimizni ham xudo xolasa qilib berib ketamiz. Tomonimiz ham shapkamiz. Narigi chegagacha bir xillik bo'laversin dedi. Shuni evaziga bir xil bo'lib ketadi. Bu joyimizga polniy tarnovlari bilan birgalikda shapkamiz shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Va darvozaxonamiz, ko'cha tomon shapkamiz. Mana bu ustamiz. Yana anaqa yasayapti. Bu bola yana bitta ustamiz. Bugun damoga menga birga keldik. Qadrli obunachilar, sog' salomatmisizlar? Bugun juma kuni bir dam oldik. Yana bitta she'riylarni olib keldik. Jarayonlari o'ta go'zal ekan. Xuddi menga o'xshab qatirishadi. Shunaqa qadrdonlarimiz, xizmatimiz xudo xolasa vodiy bo'ylab, vodiydan tashqari viloyatlarga kelishilgan holatda qilib beramiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha xarajatlari ayrim 98% narsalari hamma yo'q ichida bo'ladi. Faqat aytib o'tganimdek ko'pchiligimiz masalan tushunmay qolgan joylariga tushuntirib o'tib ketaman. Mana masalan buni tarnovimiz agarda qo'yilmaydigan bo'lsa, ko'cha tomonimizga fasonni tanlab berasiz. Asha aytgan fasoningizni shapkalaringizdagi unaqa oshiqcha narsa bo'lmaydi, faqat tunaka bo'ladi. Shuning evaziga bu yerimiz masalan uzunasi 20 metr bo'lib, 1 metrga misol bo'ladigan bo'lsa, hisobda 50 kvadrat bo'ladigan joyimiz bo'ladigan bo'lsa, 120 mingdan qildiradigan bo'lsangiz, 600 ming pul bo'ladi. 600 mingga hamma yo'g'i keladi. Lesa, usta haqqi, samolyot, dastavka, xullas hamma yo'q lesa pesalari bilan birgalikda keladi. Endi darvozaxonamizga kiradigan bo'lsak, darvozaxonamizga masalan bu fasonimizga endi hech narsa qo'yilmaydi-da, o'rtaga kosmos qo'yilmaydi. U kosmos olib kelinadigan bo'lsa, alohida bo'ladi. Agar kosmos qo'yilmasdan shu turishda polniy tunaka bo'ladigan bo'lsa, bu ham mana shu 130 ming so'm, 120 ming, 135 ming, 140 ming so'mliklari bor. Listi yubqa qalinligiga qarab bo'ladi. Shuning uchun 140 ming so'mlikdan qilinadigan bo'lsa, misol 100 kvadrat mana bu joyimiz polniy darvozaxona, ichki shapka, tashqari shapka, polniy tunakada bo'lib turib,
tarnov qo'yilmasa yoki bir darvozaxonaga kosmos yoki hali gulimizdan qo'yilmaydigan bo'lsa, o'zi 3 xil narsa borda, alohida narsalarimiz. Shular qo'yilmaydigan bo'lsa, polniy tunaka, acha 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, 130 mingligi bo'lsa, 13 millionga hamma material keladi, lesa keladi, usta keladi, polniy bitishi acha 13 millionga bitadi. Agar polniy joyimiz 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa. Xudo xolasa, ishonchli tanlov, sifatli tunaka fon, xudo xolasa, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.